hammasiga iqror bo'lib, O'zbekistonda ham uni uy yo'q ekan, aziz qadrdonlar, Azizxon UFC'ga telefon qilganman o'sha kecha kunduzga, so'rasanglar aytadi. Aziz qori boradi, ofisdan joy bergan, gangster 12 olmishdir. Taksimizni ofisidan joy berasan, o'sha yoqqa qancha bo'lsa yashaydi, qonunni qilasan, joyini qilasan, oldingda olib yurasan. Qayta bunaqa iflos ishlar qildirmaysan, ishtirmaysan, chaktirmaysan, chiroyli hayotga qaytarasan degan maqsadda jo'natilgan O'zbekistonga. Uni qamattirib yorish uchun, qorini endi Abdullohni uni bir nima qilish uchun O'zbekistonga majburlab yurib jo'natilgan yo'q. Videosi bor, yaxshilab ko'ringlar. O'z xohishim bilan, o'z oyog'im bilan ketyapman degan joyi bor. Uni hech kim majburlagan yo'q. U sizlar internetda ko'rgan bola emas ekan. Hamma kechiruvchan, kechirish kerak. Mayli qancha so'roq berar yo narsa qilar, yigitni boshida bo'ladi. Lekin mana yuraklaringdan kechiringlar bu bolani. Buyog'i Allohdan.